Kuni yo'limga qarab qolsam, kunlarni bir-birlab sanab qolsam, meni do'stlardan so'rab qolsam, foydasi yo'q bu chog'da ko'ysam, meni do'stlardan so'rab qolsam, foydasi yo'q bu chog'da ko'ysam. Pushaymonda cheksan hasrat, yiroqlashar mendan muhabbat, foydasi yo'q bu chog'da ko'ysam, yiroqlashar mendan muhabbat, foydasi yo'q bu chog'da ko'ysam. İçini sen düşman külgende, keşke sen kadrim ötkende, bak senden yiroq ketkende, foydasi yo'q o chog'da ko'ysam, bak senden yiroq ketkende, foydasi yo'q bu chog'da ko'ysam, foydasi yo'q bu chog'da ko'ysam. Sen belki meni kimligimni bilmasliging mumkin, lekin bu muhim emas. 24 saat ichida imzo qo'yilgan materialni bilib meni izla. Vaqtida izlamasan, oqibatning qanday bo'lganligini bilding-ku deyman. Hozirgi hissiyotingizni tushunaman. Endi qanday qilay deyapsiz? Qanday o'ylashyapsiz? Mamma, uyni setish hargiz bo'lmaydi dedilar. Gerçi uy oddiy bo'lsa-mu, u uyda men onam dadam bilan turgan. Onam dadam u to'xtamga hargiz imzo qo'ymayman. Uyni hargiz o'tkazmayman dedilar. Hargiz. Men siz qanday qilib o'ylashing? Men sizni qo'llayman, siz tarafda turaman. Wow. Nima degan ta'sirli hikoya. Lekin men bunday hikoyalar qiziqmayman. Hikoyasi yo'q odamlarning hikoya qiziqmas, bu intayin normal ish. Quruq gapni oz qil. Material qani? Menda material talab qilma. Hargiz erishmaysan. Hargiz imzo qo'ymayman. Unutib qolma. Seningga bir qitim yiqilisha olgan odam, ikkinchi qitimni yiqilisha olmayman. Sen İssandı bolsun, sağlımdan bir tal moyuq çıkılgan bolsa, cinnini alaman. Hayacanlanma. Sana fakat 1 saatlik vaqtin qoldi. 1 saat? 60 minut. Bir ömür bolsun.
gap naz qil. 1 soatdan keyin iskinada saqlayman. Sizni açıqlayın. Sağlığınızın hayatı mühim. Bizden başka amalımız yok. İmza koyayım. Onunla başka talaş yok. Siz tıqığı tushuyadimi? Lekin ahvol mushtaq tursa, qanday qila olamiz? Menimi bishim qidodi dedilar. Sen